O'zbekistonda shunaqa sudyalar bor ekan-ey. Qoyil. Bu pul bolani puli bu. Oilangizga kiyim olib bergin, tilla xalq olish kerak, uzi olish kerak, shuning uchun to'laysan deyilmagan. Davlat har qanday holatda bolani huquqlarini, manfaatini himoya qilishga kuchi ham yetadi, himoya ham qiladi. Bu bolani pulini to'lashga hamma majbur. Mana aliment to'laydiganlarni 90% qayta o'ylangan, shundaymi? Keyingi xotini bor, bolasi ham bor. Endi savol: birinchi xotiningga bolangni pulini bermaysan. Siz ham o'ylangansizmi? Keyingi xotiningizdan farzandlaringiz bormi? Endi o'ylab ko'ring. Ertalab farzandingiz turdida, "Dada, ovqat yeyman. Bugun maktabga tufli olib bergin, kitob olib bergin" desa, "Pulim yo'q" deysizmi? Borasiz, mardiyor bo'lsa ham kunlik bir 300 ming, 400 ming topib kelib, shu bolam oyoqlardan ketmasin, kechqurun ovqat yesin deb qilasiz, to'g'rimi? Tasavvur qilib ko'ringlar endi. Ajralib ketgan oilang bilan, xo'p, mayli, oilada bo'ladi, oilang bilan kelishmabsan, xotining bilan ajrashibsan. Undagi bola ham o'sha bola-ku. Bo'ldi, ajralma, xotinim boqadi deyish qaysi vijdonga to'g'ri keladi? Shu sudyaga o'xshagan sudyalar ko'paysin yurtimizda deganlardan bittalay.